Assalamu alaykum ekran oldidagi barliq ko'rmanlar. Hammalarning hozirgi vaqti xayrlik bo'lsin. Bugungi yoshlar va da'vo programmamizning 10-sonini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men riyosatchi do'stinglar Arshin Idiqot. Bugungi bu programmamizga Turkiyaningki İstanbul'da har xil til kurslari ochgan va undan boshqa har xil kurslarni ochgan Luqmanjon muallim bilan program olib boramiz inshaalloh. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qimmatli vaqtingizni chiqarib qatnashib berganingiz uchun sizga ko'pdan-ko'p rahmat aytamiz. Rahmat, Alloh razı olsun. Sizni İstanbulda ko'pincha o'sha Turkiyaga kelib turkcha o'rganganlarimizni tunishi mumkin. Biz asosiyatdan o'sha Uyg'urlar asosli o'ltiraqlashgan Musafaköy rayonida o'sha yerdagi Uyg'urlarga asosiyatdan o'sha turkcha o'qituvchilik qilib kelganlar necha yil yaqin. 2015-yili boshladi demak kursni, Hira kursini. 2015-yili boshladim. Ve hemiz özlerinki hayatları kızıqıda kaçan, şunlaşqa özünü qısqacha bir özlerini tanıştırıb etken bolsa. Buludu. Hamda mening ismim Luqmanjon. Men 90-yili tug'ilgan. Hamda hozir meniki hayotimda bir deb o'tgan vaqtida hamda bu programmaning asos maqsadi hozir xizmat va bundan keyin inshaalloh bu ochqa qisqacha bir tanishtirib o'taman. Tamam. Men özümde bilsem o ailede hem de naytaylıqı Marifat aileside tug'ilib cho'ngibdi men. Hesapda bizdeki aile görünüşümüz şu dini ma'rif sohasida xizmat qilayotgan bir ailenin ki şu muhitida tug'ilib cho'ngildim. Atrofimda men bilsem şu dini kitaplar ve başka bu dini o'qitish muhitini ko'rdim. Ondan başka başlangıç hayatımız, başka bizning o'qish hayotimizning hammasi asosan davlat maktabida shu xil shaklda bir tarafdan davlat maktabida, Xitoy maktabida o'qish bilan yana bir tarafdan diniy o'qishni asos qilgan holatda men shunday bir davomlashgan bo'ldim. 2010-yili men shu vaqtlarda boshlang'ichniki başlangıçta o'qiyotgan vaqtlarimga deyman. Shu vaqtida tunji bo'lib Urumchida qo'sh til ma'rifininki asli nimasi bizga sinab qilinadi ekan his qilsam hozircha. Shu vaqtlarda 2010-yili bizga shu 2-mavsumlardan boshlab butunlay darsimizni adabiyot, matematikadan boshqa darslarni xitoycha qilib bizga xitoylar bilan bir sinfda o'qiydigan bir holat shakllantirdi. Uyg'ur bolalarni xitoy bolalarini bir yig'ib undan keyingi o'qishlarimiz shu shaklda davomlashdi. Ama meniki ailem görünüşüm hemmesi dini bir aile olacağım. Meniki bütünley devlet mektebinde okuş hayatlarımın hemmesi bir xil dini okuş bilan bir liniyada mangan bo'ldi. Masalan, mening başlangıçını bitirib bo'g'uchi bo'g'arliqimda Qur'onni yodlab bo'lishim tang oldu cho'ndi. Shu xil shaklda. Qur'onni yodlab bo'lish. Qur'onni shu shaklda yodladim. Mana ikki shaklda. Har vaqt Xitoyning shu maktablarda o'qish bilan birga diniy o'qishlar bilan davomlashib maqdim. Ondan keyin men 2008-2009dan keyin rasmiy holatda to'liq o'tirdik keyin shu diniy xizmat va diniy o'qishlar bilan birga boshqa til o'qishlari va boshqa ishlar bilan davomlashdik. Ondan keyin o'qituvchilik kasbini qaysi xil shaklda qilish, o'qituvchilik qilish va undan boshqa o'qituvchilik darslari bilan bir mezgil shug'ullangan bo'ldim. Ondan keyin biz shu 2013 Qudaymış 2014 şu etrafında ben Arap devletleriga bordim. Bu yerda bir mezgil o'qitish, xizmat, ma'rif ishlarini ko'rgan bo'ldik. Endi asosan bizning vatandagi meningki qilgan xizmatlarim yoki burun qilgan o'qiganlarimning hammasi meningki chet eldagi qilingan xizmat va o'qishlarimga asos silinib bo'lgan ekan. Shuning bilan men boshqa bir muhitni ko'rdim. Undan keyin chet el ma'rifi, chet eldagi bu ishlar bizning zotimiz ish qila olamiz. Bizning navbatdagi vazifamiz, mas'uliyatimiz, omonatimiz haqida chiq o'ylanishlar bo'ldi. Ba'li bir mezgil o'tgandan keyin men Turkiyaga inib kelgan bo'ldim. Turkiyada andan keyin men asosan yana o'qishni davomlashtirish maqsadida bir mezgil universitetda o'qib, bir mezgil o'tgandan keyin o'zimningki qila olishga tegishli ishlarni bir davomlashtirish maqsadida uringan bo'ldim, ammo lekin ba'zi bir yerlarga kelgan chaqda Endi ben hemen ügünüp buldum degan gap emas, ammo lekin ma'lum biz ilishtigish narsalarningki muayyan darajada ilinib bo'lganligini, ba'zi bir narsalarningki takror bir qilishning o'rni yo'qdek bir his tuyg'u kelganligi bu yerda ma'lum muayyan darajada bir xizmat bilan davomlashishimizning lozimligi bilan 2015-yilga kelgan chaqda shu 2015ning oxiri rasmiy holatda andan keyin İstanbulda o vaqtida
qaysi biltiz deb bir kurs bor bitiki. Men bilishimcha. Ammo lekin boshqalar yodimda yo'q, chiqib 5 yil 6 yil bo'ldi. Shuning bilan biz bu Safaköy rayonida shu bir kursni etishni boshladik u vaqtida, modachi degan vaqtida Safaköyda tunji bo'lgan bir o'qitish nimasi bo'ldi. Haqiqatan bu jihatlarga kelgan vaqtida biz iliqi sapning keynidan sapni oldiga o'tish, o'quvchidan o'qituvchiga aylanish, ismimizning keyniga muallim gapning qo'shilishi bizga nisbatan nihoyatda g'alatilik bo'ldi. Ammo lekin bu bek iliqi bu nisbatan bizga nihoyatda qiyinchilik tug'dirilmadi. Chunki vatanda men buning ol asoslarini qilgan, masalan, Irpon shirkatining materiallarini tarjima qilish va yoki bo'lmay qolsa bu burun shu ingliz til darslarini o'tish deganga o'xshash ahvolotlarda biz muayyan darajada asosimiz tiklangan. Andan keyin biz bu yerda nima qilgandan keyin normal holatda darslarimiz boshlanishga bo'ldi. Ammo haqiqatan hamma ishning beshi tas degandek nihoyatda tas bir holatda ishlarimizni davomlashtirib Allah'ın rahmetiyle bugün ulaştık. Maşallah. Sizler kurgan kurusunki ismi Hira Medeniyet Mağrib Fahbuğa. Hira diyen gapninki ma'nisini nima o şimdi depeyim asla. Endi bu yerdagi masalada biz bir maktabni qurdik masalanga. Masalan mash'al degan gaplarni o'yladim, yana boshqa narsalarni o'yladim. Ish qilib nima bo'lmasin, buningda bir ism degan nihoyatda az bo'g'im bilan bo'ldigan, nihoyatda boshqa shu ishga munosabatli bo'lgan bir ism bo'lishi kerak ekan. Shuning bilan biz bu nurg'un ismlarni o'ylashdik. Ish qilib maktabda ochdik deb tayyorlik putib bo'libmi? Ism masalasi bizni bir oy kechiktirdi. U yoqqa o'ylab, bu yoqqa o'ylab, oxirgi hisobda bu Hiraningki asosi Payg'ambar alayhisalomga tunji bo'lib o'qigan degan shu oyat tushirilgan. Shu tog'ning ismi bilan ataldi. Va shundan o'lgandan keyin biz bu men jiq o'ylandim, maktabga munosabatli bir ism deb. Oxiri bu ism menga nisbatan yaxshi bir anglandi. Andan keyin men yordamchilarimga bir qanday ism qo'yamiz deb o'ltirib bir maslahatlashdik. Nima deymiz deb. Oldimizda nurg'un ismlar bor. Har xil deb boqamiz. Men dedimda bolalarga ikki so'zdan tuzilgan ism bo'lmasin, hamda qisqa bir bo'g'imliq bir so'zdan tarkib topgan, ammo maktab bilan munosabatlik ma'nilik bir ismlarni topaylik dedik. Uni deb, buni deb oxirida men Hira debmi o'ylagandim. Sizlarchi qanday bo'ladi desam, Hira desakmi, bo'g'dak deb turishinglar bir azon chiqdi-ku endi. Shundan bolalar voy bu bir muborak ism bo'lib ketdi. Azonning chiqishi bilan tanlam bu ismlarni nima qildi? Voy bo'ldi ekan deb 3-4 aylan shunday qildi deyishdik. Bir muborak bir azonning chiqishi bilan xuddi bir kichik bolaga ism qo'yilgandek hammamizniki bu yerda qarshimizga erishdi. Shu kundan boshlab Hira ataldi. Hakikaten güzel isimken bu. Bunaqa Ben o'ylagandim maşallah. Shu qurilgan vaqtlarda qiyinchiliklar yuz berdimi sizda? Albatta biz maktabni qurdik deb qildik. U ba'zi ishlarga kulgim keldi. Üstel do'skin nerede satılganda onu bilmaylar. Biz bilmaymiz ba'zida. Shunda xarita qarab uyabiyalarga borgan bo'ldik, so'rgan bo'ldik. Demak ki har bir narsa bizningki ba'zi shu vaqtlardagi ishlarimizga nisbatan adam kulib ketimiz uchun ajoyib bir xil ishlarni qilib ekanmiz degandek. Nihoyat ta'sir bo'ldi. Ondan keyin maktabni biz e'lonni berdik. O vaqtda WhatsApp toplari yo'qmi? Ya biz bilmamdik. Yo'ldimda qog'oz taqib ekanmiz. Kurs ochdik, maya kilanadi. Hattoki Mustafakoyda yo'lda yurib bolalarcha siz Uyg'urmi deb so'rab, maya kursiga boramsiz degandek mush shaklda tashviqotlar boshlangandi. Undan keyin darslarimizda boshladik. Boshlagandan keyin tabiiyki bizdagi cho'ng bir besim va yoki qiyinchilik masalasi kishilarning bizni bilmasligi ve yoki bo'lmasa bunga nisbatan inkosning salbiy bo'lishi bilan bo'ldi-ku endi. Shunday bo'lgandan keyin biz kursni ochdik, e'lonlarini berdik, gap bek cho'ng, ammo hech kim yo'q. Bu yerda biz maktabda shunday qilib, asli 12-oyning 1-kunisi dars boshlaymiz degan oy 5-da. Biz e'lonni berib qo'yib 10 kungacha bir madam uchirqimiz-ku. 10 kungacha. Hech kim o'qaymi demaydi. Biz qilmaslik tegishli bir ishni qilib salgandek bir xil ansirdim cho'ndi. Bu g'alati bir ish. 10 kungacha bir odam o'qimasimi, aslida bir ya bakantuk o'qitamsizlar deb bir savol so'rab qo'ysam bir xo'shallik bilan javob beradiq cho'ndi.
Da şu o'ltirdik, ondan keyin bizniki ders başlashimiz 10 kun kechikib, oxiri 12 oyning 14 kuni ders boshlashga muvaffaq bo'ldik. Shu vaqtidami shu bir o'quvchi tizimlatib ekan. Bir o'quvchi. Chunki uni birini ishga olishni saqlab tursak, chataq chiqishi mumkin. U bola yo'qolib ketsa degandek, shuna bilan tunji soatlik darsda shu bir o'quvchiga dars o'tish bilan boshladik. Shundan keyin o'quvchimizmi hayron qoldi, bu boshqa odam yo'qmi deb. Ustal partlar bor, bir o'quvchi bir o'quvchi bilan shunda boshlandi. Anadan keyin ertasidan boshlab do'stini boshlab kelibdi. Bir o'qayli degan to'q deb. Yaxshi dedik. Shunda qilib shu birdan ishga bo'lib, Allohning rahmati bilan hozirgacha bo'lganlikda 2500 ga yaqin o'quvchi 2500 ga yaqin o'quvchi Iranning ustilda o'tirib baqdi. Onun ichida mama bor. Mama Turkiyaga kelgan vaqtimda o'zdan qo'llari bir oy o'qigandan haqiqatan uyg'ur tilidan turk tilini tan qo'shib berganlar. Maşallah shu vaqtda qaysi darslarni boshlaganlar? Yani dastlab boshlagan vaqtda bir o'quvchi, ikki o'quvchi ko'plar vaqtlarda avval qaysi darsni boshlaylik deb boshlaganlar? Yo'q, biz uchun hammani yozib qo'ygan bu yerga. Chunki bütün darslar bor. Ama u maktabda, yerada. Ya'ni o'qituvchimi shu, mudirmi shu, tozliqchimi shu? Ya'ni o'quvchi qabul qiladigan odammi shu? Ishxon qaraydigan odammi shudan boshlangan bir kishilik bir maktab yani. Bu da bo'lgandan bu yerda qaysi sinfga bola kelsa shuni boshlamoqchi bo'lgan. Amaliyotda biz arab tili darslarini o'timiz deb boshlagan, inglizcha degan, turkcha degan masalangacha, kompyuter degan bizning tunji ilonlarimizni ko'rsam, shu hozirman yajonlanib qolaman ba'zida. Shuni qilgandan keyin oldi bilan nimaga kelsa shuni o'qitmoqchi edik. Ammo hisobda meningki atrofimdagi yordamchilarim menga bevosita dars o'tishga yordamlashamasa, lekin har jihatda yenimda tug'an, ularga rahmatimni bildiraman. Ama bizniki shu yozgan ilonlarimiz ichida tunji bo'lib inglizcha o'qiyman deb bir bola kelibdi ekan. Shuna bilan biz atlam inglizcha boshladik. Iranning tunji darsi shu inglizcha bilan boshlangan bo'ldi. Undan keyin turkchani ochdik. Undan keyin arabcha darslar bo'ldi, kompyuter darslarimiz bo'ldi. Shu shaklda turlarga bo'linib maqdi hozirmi shu shaklda men o'qidim. Maşallah. Hozir qancha o'qituvchi bor? Hozir 15. 15 o'qituvchi bor. Hesabda mesela ba'zi pidoyi va ba'zilarining kasbiy o'qituvchilar deganga o'xshash bu shaklda 15 tane. Qancha dars bor hozir? Hozirning o'zida bizningki darslarimiz bo'lindi. 3 yerda o'rnimiz tarmoq sho'bimiz yechilgan bo'ldi. Biz buniki liniyalarini bo'lib o'tdik. Bu yerda cho'nglar ma'rifi, bolalar ma'rifi, boshlang'ich ma'rif, kasbiy ma'rif bo'yicha bu shaklda ketib boramiz. Sizni kursda bir ay ilgari qanchalik bo'ldi ma sho'pirlik maktab darsini boshlag'ili? Qanchalik bo'ldi? Buni 2 yildan oshdi, 3 yil bo'laydi. Men yangi olatimda buni. 2 yildan oshdi, 3 yil bo'laydi. Bu qanday bo'lib bu sho'pirlik maktabiniki Turkiyaga masalan sho'pirlik maktab degan gap Turkiya bo'libmi, Turkiyada davlatga nihoyat bog'liq bo'lish kerak. Siz qanday olib boshlab qoldilar bu? Endi hozirning o'zida bizningki o'quvchilarimizning ichida til jihati qiyinchiligi nihoyat ig'ir bo'lgan ahvollar yuz berdi. Buningga nisbatan biz ozgina bo'lsa-mu shu qarindoshlarimizga til o'rgatish orqali ularningki tijorat, boshqa kasblari va yoki hayotlik yo'lida ularga til qurolini berish orqali ularga beozdola yordamimiz tekkan bo'ldi. Hamda uningdan boshqa bizning oldimizga bakchiq keldi hamda bu yerda. Sho'pirlik darsida imtihon o'tanmagan hamda. Hamda o'tanmagan bo'lsa, o'tanmagidek bek darslar bek chiqmiki desak, universitet imtihonlari, ya'ni bir imtihonga qaraganda imtihon degil olmaydi o'sha imtihonni cho'ndi. Ammo lekin bizning qarindoshlarimiz nisbatan ig'ir kelayotgan bir narsa bor. Endi bu sho'pirlikda bilmaslik hamda bu yerda biri til bilmaslik, birisi Turkiya qatnash qonunini bilmaslikdan iborat ikki bilmaslik bor bu yerda. Ikisi birlashib. Shuning bilan bu yerda ig'ir bir hodisa yuz berdi. Aslida shuning o'zi uyg'urcha bo'lib qolgan bo'lsa o'tib ketadi nurg'a odamni. Lekin til bilmaslik sababli o'tanmayapti hamda bu yerda. Turkning bolalari masalan turklar o'qiydi desak, ular qonun tushunmaydi, qatnash qonunini. Bu yerda biz bolalar qatnash qonuni bilan turkchilikka shu narsalarni tan o'rgatish kerak bo'ldi. Ondan keyin bizning bolalarimiz tildanki o'tkilda o'tab bo'lgan bo'lsa-mu, qatnash qonunini tushunmaydi. Shu shaklda bo'lgandan keyin bu nihoyat ig'ir bir hadis yuz berishga boshladi. Bu haqida kichkina ba'zi bir narsalarni bizdan so'rab kelishga boshladi. Biz
Özümüzdeki ders ötüşten başka okutkuçular veya ki başka işhandakiler qarindoshlar nim bo'lsa bir yordam qildi-chu endi. Ama bu biz o'ylab qoldik-da, buni to'xtab buni bir rasmiy sinflashtirib, buni o'tab bersak o'g'dak deb. Sizlarga mushtaq qilsa qanday qilasizlar desak, voy deblam bir kun ichida 30-40 odam tizimlatdi-chu. Biz o'qiyli degan to'xtam. Maşallah. Tamam da olsa biz başlaylı deb buniki qatnash qonunining kurslarning kitoblari aslında Türkiye qatnash qonuni hamda bundachi deganda. Uningki biti, rangi, muqovasi o'xshamagan bilan ichidagi mazmun hammasi o'xshash. Her bir kurs o'z oldiga bosadi. Mazmun o'xshash, ammo yerdagi shakllar ba'zi o'xshamay qoldi. Shuning bilan biz mana ahvol deb bu qatnashninki darslarni qilgandan balalarning darsdan tushunishi, darsdan rozi bo'lishi ham eng muhimi imtihonni o'tishi 90% ga bordi. Maşallah. Bu balalar biz nihoyatda baxo'sh oldi. Am bu sohadami biz qarindoshlarimizga ozgina bo'lsin yordamchi bo'laylik degan shaklda qildik. Andan keyin meni degan bilan biz faqat yordamchi. Ama bu yerda endi nemishqa xitoycha bahs bo'ldi ekan, arabcha bahs bo'ldi ekan masalan. İngilizce bahs bo'ldi ekan. Bizning tilimizdan bahs bo'lmamdi masalan. Uyg'urcha bahs nim bo'lmoqchi. Deganki bizningki uni nisbatan tilningki dunyodagi kuchlilik darajasi va shu millatningki shu dunyo siyosiyasidagi dunyodagi o'rni qartami bo'ladigan narsa ekan bu. Shuning bilan biz buni rasmiy holatda aşıylık kurslarının Türk kitibini Uygurcaga tercüme qildik. Tercüme qilib buni hozir bir ichki material shaklida ishlatyapmiz. Aslında biz buni taqatmoqchi edik, ammo lekin ma'rif idorasi to'xtab turinglar. Agar biz buni tasdiqlab qolsak, bir cho'ng xush xabar bo'ldi sizlarga deganlik sababdan to'xtatib qo'ydik endi. Buni materiallarni tercüme qildik, bolalarga materiallarni ta'minladik. Shuning bilan bolalarningki darsdan imtihon o'tish nisbati nihoyat yuqori bo'ldi. Bu orqali azroq bo'lsin qarindoshlarimizga yordamimiz yetdi deb o'ylayman. Shu darslarimiz davom qildi. Maşallah. Allah razı olsun. Rahmat. Özle İngiliz ve Türk dil derslerinin İngiliz dersine asas berildi kursda. Bu şu Türk dil to'g'riliq birinchi savolim bor. Bu şu Türk dil o'rganishga qiziqayotgan insonlar bo'lishi mumkin boshqa davlatlarda. Ba'zilar deydi ekan Türk dil bek o'ng'ay. Uni o'rganishning hojati yo'q, kino ko'rib chiqirmaymiz yoki bir kitob ko'rmasakmi anglab bo'lsami ve chiqarib bo'ldi deydi ekan. Sizce mushu fikr to'g'rimi mushu? Buning kim muayyan asosi bor gapkan. Ammo lekin kino ko'rib nima qilamiz degan gapni o'zi ham quloqni pishiramiz. Ashunda degan gap bo'ladi hamda hisobda. Hiliqa usti ko'rmagan shogird shaklda bo'ladi hamda buning kamda. Nima bo'lmasin o'zga tushliq. Haqiqatan Türkçilik cho'qim bir kursga berib o'qish kerakmi deganda u bir cho'qim o'lcham qilinmaydi. Cemiyetimizde nurg'un qarindoshlar bor, o'zi o'rganib olgan. Buni tabiiyki o'zi o'rganib olganmi bo'ladi. Lekin mondachi degan vaqtida tillarni men his qilishimcha bir-biriga yaqin til va yiroq til bo'ldi ekan-ku. Masalan, Uyg'ur tili bilan Xitoy tili bir-biriga bek yiroq til. Budak bek yiroq tilni anglab o'rganib olish nisbati yuqoriroq bo'ldi ekan. Yiroq tilni. Chunki uni yodlaydi ekan, o'rganadi ekan, esi tutadi ekan degandek. May yaqin til bir-birisiga aralashib ketadi ekan. Ayliqi o'zimizni turkcha gap qildim deb uyg'urchani abjash qilib so'zlaydigan bo'lib qoldik ekanmiz. Va yoki bo'lmay qolib qolsa o'zimizning degan gapini to'g'rimi yoki xatomi ishonch qilolmay gap qildigan bo'lib qoldik ekan. Shunlashqa men bu qarindoshlarimizning o'zligidan o'rganishini qo'shilaman. Buningki jiq foydasi bor. Chunki til o'rganishda asosan anglashni bekchiq ta'kidlaydi. Tilshunoslar jiq angla deb shu narsani deydi. Bu televizor ko'rish birla vaqtida ko'rish va anglashdan iborat ikki narsa tang shakllanadigan yaxshi bir ish. Til o'rganishda film ko'rishmi yaxshi ish. Ammo lekin endi sistemalik bir tilning mohiyatidan boshlab tushunish bek muhim narsa. Masalan desak, bizningki asosan bayam siz deb o'tgandek darslarda mening his qilganim bir til o'rganguchi kichik boldan boshqa ya'ni kichik bolamda grammatika bilan ishi yo'q, ya'ni jumla qurilmasi bilan ishi yo'q, anglab o'rganguchi. Anglab o'rganda. Hech qanday bola kurs qilib olmaydi uni. O'qimaydi. Ana tilni shu shaklda onasidan o'rgandi. Demak, hamda bu xil shakldagi anglab o'rganish. Ham cho'ng bo'lgan chaqda biz mingni qilsaqmi u bolalarcha til o'rganish degan narsa qilolmaydi ekanmiz. Ya bizni shundaq bir millatning orasiga tashlab etsa, ashar yurib o'rganib qilishimiz mumkin. Yoki bo'lmasa
Uyg'ur jamiyatida yashab o'tib bu narsani o'rganish tez bo'ldi ekan. Shunga bizniki til o'rgangan vaqtida ko'pincha vaqtlarda ya o'zining ona tilini boshqa tilga bo'ysundirib turib o'rganish, boshqa tilning kendidan ergashib turib o'rganish yoki bizning tilimizni asos qilib boshqa tilni ergashtirib turib o'rganish degan ikki andizi bor bu yerda. Ikki usul. Unda bo'lgandan keyin odatda bizda cho'ngib qolgan vaqtda til o'rganuvchilar mingni qismi jumla qurilmasi, shakli, grammatikasi va yoki ma'lum shunga o'xshagan narsalarni cho'qim nima qilish kerak ekan, o'rganish kerak ekan. Unda bo'lgan vaqtida bizningki ko'pincha vaqtlarda til o'rganuvchilarimiz ma'lum bir narsani tushunolmay qoladi. Oddiy bir narsani tushunolmay qoladi. Chunki biz Uyg'ur turib, Uyg'ur tilininki grammatikasi, kelish qo'shimchalari bu ishlar bilan hisoblashib o'ltirmaymiz, bir-birimizga gapini tushuna olamiz. Unda bo'lgandan keyin tilni o'rgangan chog'da mayli jahon taraqqiy qilib nagili kessin, shu tilning qilib qoidalarini o'rganishga majbur ekanmiz. Shunda bo'lgan keyin agar bir chet ellik Uyg'urning tilini o'rganib qolgan bo'lsa, Uyg'urning grammatiklari, shu qo'shimchalari, shu peshchiklarni hammani o'rganishga majbur bo'ldi ekan. Shunda bo'lgandan keyin biz o'quvchilarga hamda men muallimlarga bu ta'kidlayman asosliqi bizning har qanday bir til o'rgatganda tilning asos mohiyatini divitib va undan boshqa til o'rganishdagi asos chertyojni bir sizib etib ham o'zimizning har bir tilning grammatikal qurilmalari kelganda o'zimizning ona tilini bir aslatib etib menish orqali buning texnik yaxshi natijasini qila olamiz deb biz bu xil shaklni alohida chinroq tutdik. Hem neticesini ko'rdik. Her bir vaqtda balaga o'zining ona tilini orqali tefekkür qilganligimiz uchun tilning aslisini o'zining ona ana yo'l, ana liniyasi bo'yicha, ana til bo'yicha tefekkür qilsa va o'ylansa, buning unumi yaxshi bo'lishdan sirt uzun mezgilgacha unutib qolmaydi ekan. Shu xil shaklda nima qilyapmiz endi turk tili mandachilik vaqtida turkman tili, Ozarbayjon bu üç milletninki asasen bir grupga tava. Muşundaq bir-biri bilan o'xshash va tarjimonsiz keldigan mundaq millatlar ekan. Mush 3 millat. Türk tilininki bir ayrim grupsiga ayrıldı ekan. Ba'zan bir şiirlari farqlanib, masalan, ba'zan bir jumlalar atılışı başqa chiqib yoki şiirlari farqda his qildim. Ha, şiir jihat. Mesela Ozarbayjon bilan turkmancha bilan, masalan, ba'zan gaplarni anglasa xil tushungi bo'ldi, masalan, ba'zan jumlalarni. O'xshash turkcha bilan. Turkchani o'rganib bo'lgandan keyingi tuyg'u bu. Agar bu tuyg'u Qashqarda, Xotanda yoki Urumchida bo'lgan bo'lsa bo'lmaydi. Hech tushunmaydi. Bunda bo'lganda masalan turkman tiliga qarab baxtim, masalan qarasak, Uyg'urcha bilan turkchani o'tirib qolgan til ekan-ku bular. Va bizga o'xshash yaxshi deydi ekan ulamo. Yaxshi deydi. Ba'zi bir narsalarni ashundaq bir turkcha, bir uyg'urcha qildi ekan-ku. Shuning bilan shunday bir holat shakllangan. Masalan desak, Qozoq, Qirg'iz, Tatar Türkiye ailesinin içinde bu üç milletninki yakındaçılık münasebeti başka Türkiye milletleri qaraganda da nait alaydı yakınken. Bulağı tercüman ketmeyecek derecede yakınken. Anadaki Uygur, Özbek, Salar milletinin bu üç milletninki birbirisiga yakınlığı başka Türkiye millet ailesi qaraganda texmi yakın deyinken. Tercüman ketmeydi Özbekçe gene. Özbekçe tercüman etmeydi. Çünkü bizde Özbekçini anlagandaki tuyg'umuz Türklerning Türkmençe yoki Ozarbayjondagi shu qarindoshlarning tilini anlagandaki tuyg'usiga o'xshash ekan. Shunday darajada yaqin ekan. Maşallah. Ularni qanday tushunish qildi masalan, nimishqa turkman bilan nimishqa Turkiyaniki Ozarbayjon tili o'xshaydi. Nimishqa o'rtadan o'xshaydi masalan. Kim bilinib ketganligi uchunmi yoki? Yo'q, bular munda deganda bir odamning balasining balasi deganga o'xshash. Masalan, munda degan vaqtida bir tuqqanla bir atadan balaning balalari bir tuqqan bo'ladi, bir nevri bo'ladi. Lekin ikkilisi tuqqanda, ama bir tuqqan bilan bir nevrni o'tirsa farq bordak, bizningki yiroq yaqin munosabatimiz bor ekan. Bu nimaniki turklar, turkmanlar, Ozarbayjonlar O'g'iz guruhiga tava ekan bu yerda. Bular shu bir guruhida bo'lg'achqa. Anadan keyin Qozoq, Qirg'iz, Tatarlar Qipchoq guruhi deb bularga ayrildi ekan. Uyg'ur, O'zbek, anadaki Salar milleti, Uyg'ur Qarluq guruhi deydigan bunda guruhlarga ayrılgan. Ama lekin bunun atısı Türkiye'ne yig'ib kelganda. O biz mandatchilik vaqtida turklar bilan bir nevri degandek
Bunda aralığımızda fark olğaçqa. Aylar bir tuqqanın balları biz bir nevrinin balları degendek bir şekilde qılılıq ekan. Şoňa bularnınki medeniyet olsun, til olsun asasen bir-birisiga başqa Türkiye milletlerine qaraganda yaqin ekan. Maşallah. Til hakikaten muhim dep oylayman. To'g'ri. Meyle dünya tili olsun İngiliz tildek. Xitoy tili dünya tiliga kiramni kirmanda o'qimaydi ekanman. Ama Türkçeni hamda Türkiye'de turayotgan Uyg'urlar ko'p bo'lganligi uchun yaxshi o'rganish kerak deb o'ylayman. To'g'ri. Hozirgacha qanchalik kurs ochildi shu Iroq TV? Qanchalik kurs ochildi? Til olsun, meyle mektep olsun, meyle boshqa mesela boshlang'ich Xo'sh. Boshlang'ich bo'lsin, endi kitobxona bor deymi? Bor. Kitobxona olsun, tarmog'ida qancha tal yaba hozir? Hozir abda hesapta bizningki bayam degandek cho'ng jihatdan 3 ga bo'linib ketadi. Ballar ma'rif ve cho'nglar ve kasbiy ma'rif shaklda. Hamda biz dastlabda boshlagan vaqtida hamda cho'nglarniki tildan boshlagan to'q. Shunda bo'lgan vaqtida ingliz tili bo'ldi, turk tili bo'ldi, arab tili bo'ldi, matematika darslari bo'ldi degandek shu shaklda davomlashtirgan bo'ldik. Bununga oid bo'lganlari shu endi hozirgi holatda. Andan keyin ikkinchi birisi, andan keyin ballarniki kelgan vaqtida o'quvchilarimizniki hozir masalanga ko'pincha bolalarımızdan vatan, xotan, qashqa degan gaplar nisbatan bir xil rivoyatdek, hikoyadek anlanib qolgan va yoki tushib kirganchilik esida qolgan bir holat shakllanishga boshlaydi ekan va kunlar o'tgan sari unutib ketadi ekan. Bu qiyinchilikni hal qilish uchun biz shu bolalarni Uyg'ur tilida bir tarbiyalaydigan bir sistemani barpo qilsak deb qildik. Kitap materyali yo'q, o'qitadiganlar. Plan yo'q, umid bor, arzu bor, qiziqish bor, ammo lekin o'tirdi bir narsa yo'q, bo'p qiliqliq. Shunda qiynaldik. Andan keyin bolalarni tunji sinflarimizni ochdik. Shunda qilib shu boshlang'ich darslarimi 10 bola bilan boshlangan. Hozir 264 nafar o'quvchimiz muqim torda o'qiyotdi. Endi shunda bo'lgan vaqtida hozir ikkinchi bir tarmoqimiz boshlang'ich. Biz endi hozir bu yildan boshlab bolalarni muqim yil bo'yi 3 yil o'qitadigan bir sistemini barpo qilib bo'ldik. Bolalarning 3 yil darajada muqim ana tilda o'qiy oladigan ana til materiallarini nashr qilib, uni tayyor qilib, бүтүп hozirgi holatimizda o'qitdik hamda. Bu xillar. Davlatga izin bormi undayliq? Masalan, maktabda o'qib chiqqandan keyin davomlashtirib davlatning maktabida o'qiy oladi turibdi. Shu shaklda. Buna nisbatan davlat bizni bir mezgil keynimizdan nima qilgan bo'ldi, kuzatgan bo'ldi. Qilgan ishlaringlar nerdan nagacha u bu degandek. Shunda bo'lganda bolalar bizni yuzimizni yo'riq qildi. Har bir bola o'zi borgan davlat maktabi ichida yaxshi natijalarni qo'lga keltirdi. Undan keyin ma'rif organlari bizni ziyorat qilib keldi. Sizlar nima ish qildinglar deb. Men demoqchi degan keyin undan keyin sen menga kel deyishni o'rgandi. Bu xil shaklda. Uchinchi birisi kasbiy ma'rif bo'ldi. Hozir shunga tayin kompyuter, tikuvchilik darslari, kompyuter, mashina, avtomobil, shoferlik bayan degandek nazariya darslari hozir mushu bor. Maşallah. Özlem şu 2015'den tatip müşezet o'qituvchilik kelyaptilar. Ko'pincha bolalar maktab kirmizga kirish mumkin yoki Turkiyada yashashimizga kirish mumkin, tijorat qilishimizga kirish mumkin. Sizlarcha shu Uyg'urlarningki o'qish qilgan qiziqishi qandayroq sizlarcha? Bo'libmi shu Istanbulga deb turlar, chunki asosan Istanbulliklar bo'lganligi uchun o'qish qilgan qiziqishi masalan qanchalik darajada bo'lsak masalan Uyg'urlarning o'qishga bo'lgan qiziqishi degan bu gapning oldida biz o'qish degan gap bir muhim bir gap endi. Masalan, Qur'on o'qishmi o'qish, roman o'qishmi bir o'qish, kitob o'qib, maktabda o'qishmi bir o'qishda, hammasi o'qishning tarkibiga kirdi. Ammo lekin kulay desakmi, kulanmaydigan bir ishlar bo'ladi. Ba'zi bir sorunlarda biz ichilanmaymiz, kulanmaymiz. Chunki uning bir xilqi o'zimizda bo'lgan bir kulki yo'q-da bu yerda. O'qay deb orzu bo'lsa-mu, ammo lekin o'zimizning ko'ngli tuyung'idek bir o'qishni topolmay va yoki shu o'qishga bosish bo'lolmay bolalarda azroq ro'yi tushkunlik bor. Buni yangi bolalar bir necha yil yaqda masalan Misrdan kelgan bolalar universitetga kirish olsun, boshqa bolalar olsun. Ammo umumyuzlik aytgan chaqda men o'zimning Uyg'ur bo'lganligidan faxrlanib turib deyman. Uyg'ur bolalarning o'qishga bo'lgan qiziqligi boshqa millat bolalar qolganda alohida yuqori. Chunki oramizda masalan vatandan kelgan xabarlar olsun yoki boshqa ishlar olsun,
asosan ko'nglimizni g'ash qiladigan shu xabarlar nihoyat ko'p bo'lsa-mu, Uyg'ur jamiyatida agar xush xabar bor deyilib qolsa, Uyg'ur bolalarining maktabda turk bolalarining oldida manganligi, maktab bo'yicha 1-sinf bo'yicha 1, Turkiyada davlat darajalik mukofotlarni olib turib, yaxshi o'qishlarda alayda olgan mush mukofotlari va qo'lga keltirgan natijalar orqali biz xushallik topa olamiz. Bolalarning qizg'inligi nihoyat yuqori. Chunki boshqa millatning bolalari bir qadam mangsa, bizning bolalar 2 qadam mangish kerak. Uyg'ur, turk dars. Her bir narsani bizning bolalar turkcha anglab, uyg'urcha tafakkur qilib, uni bir tushunib, mangdish kerak. Chunki bir to'siq bor bizda. Shundaq turuqliq. Türkning o'zining ona tili, o'zining millati, o'zining davlati, hamma narsa bizga qaraganda afzal turuqliq. Xiy Uyg'ur bolalarining keynida. Biz mushu bolalarning mushtirikchanligidan nihoyat so'yinamiz. Asosan o'quvchilarimizning ko'pinchisi nihoyat yaxshi bo'lyapti. Maşallah. İnşallah Türkiye'deki qarindoshlarimizniki jiqraqmish tilga kuchishini umid qilaman. To'g'ri. Ko'pinchisi tilga kelganda sal yaxshi o'rganmaydan o'ylaydi masalan abaqinda o'rganib olamiz degandek fikr bilan o'rganmaslik mumkin. Kelgusidagi shu pedallarni bir de bayon bo'lsa. Kelgusida bunga nisbatan hamda odamning arzu armonlari bo'ldi ekan, arzu g'oya nishonlari bo'ldi ekan. Tamam, agarda shu g'oya nishon va arzu armon uchun g'ayrat qilmasa, badal to'lamasa, oldiga ilgirlamasa, bu xiyolga aylanib qoldi ekan, uning uchun ham xiyolga aylanib qoldi ekan buningda. Hamda bizning cho'ng arzu armonlarimiz bor, g'oya nishonlarimiz bor. Tabiiyki bir badal to'lashimiz kerak bunga kelgan chaqda. Hamda hozirgi navbatdagi bizning ahvolimiz yetarli emas, nurg'un yetarsizliklarimiz bor, kamchiliklarimiz bor, to'liqlashga tegishli bir narsa bor. Hamda hozir nima degan bilan vatan davosi bizningki vatanimizning ichidagi ba'zi bir ahvolotlarningki bizning ta'sirimizning kuchli bo'lish bo'lmasligi, shu yashayotgan o'rnimizda tutgan ulimiz va yoki bizning amaliy kuchimizningki qanday bo'lish bo'lmasligi bilan bevosita munosabatlikkan. Shunda bo'lgandan keyin hamda Uyg'ur qarindoshlarimizning ichida haqiqatan nihoyat yaxshi bir holatlar shakllanyapti. Uyg'urlar buningda hargiz boshqa millatlardek nima emas. Men hamda millatchilik nuqtasidan kuchli bo'lganlik sababidan shunda o'ylamdim yoki amaliyat bu. Masalan o'ylasak 5 yil ichida Safa ko'yiningki masalan shu ma'lum bir rayonlar emas, Uyg'urlar eng ko'p rayonlar hozirgi shu Uyg'urlar nihoyat ko'p mablag' solgan, Uyg'urlar jiq yerlarda egallagan bir holat shakllandi. Hatto buningdan Türkler imzo to'plabdi, Uyg'ur bolalar jidal qilibdi deydi, ammo lekin bu emas. Uyg'urlar bu shaklda yana 5 yil mangsa balkim Turkiyadagi Safaköy rayonining nurg'un sohalarini egallashi mumkin. Bundan bir narsa boshqa millatda yo'q. Bu bir alohida ahvol. Ammo biz buningda xo'shalinib ham yuraversak bo'lmaydi. Unda o'z arzu armon nima? Degan vaqtida bizning nurg'un arzularimiz bor, g'oyalarimiz bor. Tabiiyki bizlar emas, har bir Uyg'urimning agar pul olgan bo'lsa, maoshni qildim, ya xalqimga bunday yaxshilik qilatdim yoki bunday degandek bir iqtisodiy jihatdan qiyinchilik bo'ladi yoki bo'lmasa psixologik jihatdan besim bo'ladi deganga o'xshash shaklda. Hamda hozir meni arzu armonim nima degan chaqda bo'lsa, vatanimiz uchun ozg'ina bo'lsin ish qila olsak, zarrachilik bo'lsinmi to'pimiz qo'shilsa, bu hammamizning o'rtaq arzusi. Agarda hech bo'lmaganda bo'lsin, mushu rayonimizda yashayotgan har bir Uyg'urniki ishsizlik nisbatan tuvallatish va undan boshqa iqtisodiy ahvolni yuqori ko'tarish, ma'rif saviyasini yuqori ko'tarib, universal bir ma'rif holatiga keltirish, bolalarimizni bu 20-asrdagi bu davrda assimilyatsiya bo'lib ketishni oldini olish bilan birga, ya'ni Uyg'urning yuzini yo'riq qilgan avangard bir avlodlarni yetishtirib chiqish mening ham nihoyat cho'ng orzuyim. Maşallah. Allah o'ylaganlarga yetkazsin. Allah xolasa nihoyat güzel orzular bor ekan. Rahmat. Ekran oldidagilarga deydigan gaplari bormi bo'lsa? Tabiiyki nurg'un yurak so'zlarimiz bo'ladi. Ekran oldidagi qarindoshlarga deymizki, asosan nima degan vaqtida meningki jiq ishlarni qilish jarayonida tajribamizning tubanligi, saviyamizning tubanligi va yoki ma'lum bir shakllardan nurg'un qiyinchiliklarga uchragan bo'ldik. Endi ekran oldidagi qarindoshlarga men shu jarayonda his qilgan tajribam
bir-birimizga bo'lgan muhabbat rishtamizni qat'iy so'yitib qo'ymasak. Chunki bu yerda shu hozirning o'zida Xitoy konsulligida bo'layotgan namoyishlarda bo'lsin yoki boshqa joylarda bo'lsin, biz ittifoqlikniki, birlashishniki, hamkorlikniki nihoyatda pek yuqori bir kuch ekanligini his qilib yetdik. Chunki men bir narsani misol qilib o'tay. Harvard universitetini bitirgan bizning bir qarindishimiz universitetni bitirib vatanga qaytganda uni bir programmada ziyorat qilgan programmasini ko'rdim. Ko'rgan vaqtida u qarindishimiz vatanning bir universitetini bitirib bo'lib Harvardga chiqib o'qigan ikkinchi universitet ekan endi u. Shunda riyosatchi so'rdi. Siz hamda vatanniki hamda Sharq Turkiston universitetini bitiribsiz masalanga. Hamda Harvardni bitiribsiz. Ikki universitet o'rtasidagi farqni bir deb beramsiz. Qanday bir alayidlik bor ekan? Harvard o'qigandan keyin degandan keyin bu yerda bu qarindishimizning bir bergan javobi, garchi 10 yillar o'tgan bo'lsa, yodimda bor. Bu nima dedi deganda, men universitetda vatanda o'qidim, Harvardga chiqib o'qidim. Ama jiq bir narsani his qilolmadim. Ikkalasi universitet ekan. Zamonaviylik jihatda, rangdorlikda o'xshamaydi ekan hamda. Bitil jihatda. Ammo lekin alohida jihatda universitetning bek cho'ng farqini his qilmadim. Agar his qildim deyilib qolsa, bizning shu o'qituvchilarimiz, doktor professorlarimiz bizga shuna bir narsani deydi. Bolalar, sizlar Harvardning o'quvchilari. Qat'iy unutib qolmang. Sizlar Harvardning o'quvchilari. Sizlar davlatga rais bo'lgan odamlar. Millat sizlarning qulonlik odamlar. Sizlar bu xil ruhni unutib qolmang. Bizga Vatanlik universitet unday gapni qilmaydi. Bizga shu narsani bildiribdi. Ammo bular nimani deb berdi degan chog'da bizga shunday qilish orqali sizlar qat'iy qarindoshlik mehr muhabbatini suslashtirib qo'ymanglar. Har biringlar bu sinfdagi 20 bola bo'lsa, 20 o'quvchi bo'lsa, 20 davlatdan kelgan o'quvchilar. Davlat raisining bolalari, millioner, milliarderlarning boylari va yoki bo'lmasa nihoyatda tirishchan oilalardan kelib chiqqan bolalar masalan. Sizlar odatdagi odamlar emas. Sizlar yashayotgan davronning taqdiriga ta'sir ko'rsatadigan bir odamlar. Shunlashqa qat'iy bo'shqa kelgan chog'da bir-biringizdan ayrilmanglar. Mushu narsa men Harvardda olgan narsam bo'ldi dedi. Shuning bilan biz ajoyib bir narsalarni qildik. Qallamizda biz odatdagi odam emas. Yo'lda menga odamni qarab, shu ko'chalarda qarab ketayotsakmi, biz Harvardni o'quvchimiz, odamga o'xshamaymiz. Bu yerda kibr tuyg'usi emas, mas'uliyatim bek ig'ir mening degan mushu tuyg'uni bizga yashatdi, mushu holatda keldik. Oxirgi hisobda bu o'qish bitgandan keyinmi Harvardning o'quvchilari dunyoning hamma yeriga chizilib ketsa-mi, shu o'z bo'lgan yurt vatanga ajoyib ta'sir qilgan bir odamlar ekan. Har qanday bir ish qilmoqchi bo'lsa, hammamizga telefon qildi. Biz hammamiz shu sinfdagi saboqdoshlar maslahatlashib, "Sen men nima ish qilib beralayman? Sen men nima ish qilib beralayman?" degan shaklda qilg'achqa hammalar kuchimizni bir yerga olib borib, uning ishini qilib, yana bir davlatda bir bola bir ish qilmoqchi bo'lsa, uning ishini shunday qilib beradigan bir guruh shakllanib turib, muomala qilgandan keyin bizning ishlarimiz nihoyatda tez taraqqiy qildi ekan. Hattoki men Urumchiga bir shirkat qurdim. Shirkatning taraqqiyoti, shirkatningki qurilish musobaqasi hammasi mening emas, shu mening dunyoning har qaysi joylardagi saboqdoshlarimning menga maslahat berishi, tajriba berishi, yordam qilish bilan bo'ldi. Bundan ayirib qarag'ila olmaydi degan bir gapni qildi. Bu islomda uquva, qarindoshlik bor. Aslida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Makkadan Madinaga borgan vaqtida ana qarindoshlikni shu chog'da boshlagan. Makkadan kelganlar bilan Madinadagi muhojirlar bilan ansarlarni bir-birisiga qarindosh qildi. Shu chog'dagi go'zal bir qarindoshlik bugun kelganda unutilib ketmasa. Ham shunday deyalaymanki, dunyoda taraqqiy qilgan har qanday bir davlatdagi Yaponning yoshlari, Amerikaning yoshlari, Koreya yoshlari, Germaniyaning yoshlari bilan Uyg'ur yoshlarining farqi yo'q. Shu yoshlarning qila olgan har bir ishni Uyg'ur yoshlarining qila oladiganligiga shaksiz ishonishni umid qilaman. Bu mening qarindoshlarimga beradigan so'zim. Maşallah, hakikaten güzel sözlerini qilibdilar. Rahmat. Bugungi suhbatimiz nihoyat güzel bo'ldi. Rahmat. Vaqtlarni chiqarib qatnashib berdilar.
Köpten köp rahmet aytamiz. İşlerinin tığım utuq buluşunu ümit qilamiz. İnşallah. Arzularga yetişini ümit qilamiz. Nayt güzel bizga Uyg'urlar paylı bo'lgan güzel arzular var ekan, onun çoğum yetişlerine qo'limiz ekan, qo'limizdan dualarımızga dua qilamiz Alloh xolsa. İnşallah. Köpten köp rahmet aytamiz. Bugungi programmamiz mushacha bo'ladi. Muallimga köpten köp rahmet aytamiz. Nayt güzel suhbat qilishdi ham bizga nayt güzel bir ders berdi deb o'ylayman. Çünkü özüm bir o'qituvchi bo'lganligi uchun o'quvchilar so'zlagandek ichidagina eng yurak so'zini deb bizga haqiqatan men bek suyundim, o'qituvchidan köpten köp rahmet aytaman. Ve Türkiye'deki ba'zan qarindoshlarimiz Türkiye'ye kelib uzun müddet mesela 4-5 yıl bo'lgan bo'lsa, 10 yıl bo'lgan bo'lsa, qaysi turkcha qaysi turkcha bek yaxshi emas qarindoshlarimizni ko'rdim men. Çünkü qarindoshlarimiz biz Türkiye'de yaşayotganligimiz uchun bu tilni o'rganimizgo degan xiyoldan yuribdi. Aşağı yürüyen qarindoshlarimizni ko'rdim. Aş qarindoshlarimizni şu her qanday bir til kursuga bo'lib, ma'lumot til kursuga kelib o'rganishini umid qilaman. Çünkü til nima deganlik vatanning davası bo'lsin, mayli o'zing bir şeyde yaşayotgan o'zing turmush ishlari, har qanday ishlarga lozim bo'lgan bir til. Ve hem de Türk için qattiq o'rganimizda bolalarimizni ham da Türkçeni o'rganish kerak deb Türk maktablarga berib Uyg'ur tilini unutmaslik uchun ma'lumotga degandek Uyg'urcha maktablar ichilibdi. Uyg'urcha maktablarga berib Uyg'ur tilini unutmasligiga umid qilaman ko'p ekranda ko'rmanlarga. Unda bo'lsa bugungi programmamiz mushacha bo'ladi. Sabr qilib ko'rib bergan uchun sizlarga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Kelar qism program ko'rishgacha omon bo'linglar. Allohga omonat.